Yanvar oyining bu haftasi O'zbekiston va mintaqa uchun keskin qarorlar, xavotirli voqealar va jamiyatni larzaga keltirgan jinoyatlar bilan yodda qoldi. Xususan, Prezident Shavkat Mirziyoyev chet elda huquqi buzilayotgan o'zbekistonliklar uchun nota yuborish yetarli emasligini, har bir fuqaroga real yuridik yordam berilishi kerakligini aytdi. Rus propagandachisi Solovyovning tahdidi ortidan Markaziy Osiyo 40 yil ichida Rossiyadan o'tib ketishi prognoz qilindi. AQSh O'zbekiston fuqarolariga ham immigratsion viza berishni to'xtatdi. Yangi bank aksiyadorlik jamiyatining litsenziyasi bekor qilindi. Shu bilan mamlakatda banklar soni 34 ta bo'lib qoldi. Uzbekistan Airways va Pobeda samolyotlari havoda xavfli yaqinlashdi. Harbiylarning maosh va pensiyasi oshdi. Birjada propan narxi arzonladi. Toshkentda sayrga chiqqan tuyaqush ushlandi. Haftalik dajasida shu va shunga o'xshash boshqa yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Videolarni o'tkazib yubormaslik uchun Tangivuzga obuna bo'ling, like tugmachasini bosib qo'ysangiz biz boshlaymiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev chet elda huquqi buzilayotgan o'zbekistonliklar uchun nota yuborish yetarli emasligini aytdi. 15-yanvar kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda xorijiy mamlakatlarda o'tkazilayotgan turli reydlar paytida O'zbekiston fuqarolarining huquqlari buzilayotgani haqidagi xabarlar jamoatchilikning jiddiy noroziligi sabab bo'layotganiga e'tibor qaratildi. Davlat rahbari Tashqi ishlar vazirligi aksariyat hollarda rasmiy nota yuborish bilan cheklanayotganini tanqid qildi. Elchi va konsullar har bir holat yuzasidan malakali yuridik yordam ko'rsatib, xorijdagi fuqarolarimizning huquq va manfaatlarini himoya qilishi shart, dedi Prezident. Markaziy Osiyo haqida Rossiyaning ta'sir doirasidagi hudud va bizning Osiyo iboralarini ishlatgan rus propagandachisi Vladimir Solovyov fonida Markaziy Osiyoga oid tahlil e'lon qilindi. Iqtisodchi Mirkomil Xolboyevga ko'ra, hozirgi o'sish sur'atlari saqlansa, Markaziy Osiyo 40 yil ichida Rossiyani iqtisodiy va demografik jihatdan ortda qoldirishi mumkin. BMT prognozlariga ko'ra 2068-yilga kelib mintaqa aholisi 130 millionga yetadi. Rossiya aholisi esa qisqaradi. AQSh prezidenti ma'muriyati 75 ta davlat fuqarolari uchun immigratsion vizalar bo'yicha arizalarni ko'rib chiqishni vaqtincha to'xtatayotganini ma'lum qildi. Ushbu viza tanaffusi 21-yanvardan kuchga kiradi va AQShda ishlash hamda doimiy yashash uchun beriladigan vizalarga taalluqli bo'ladi. Qaror O'zbekiston va Qozog'iston kabi Markaziy Osiyo davlatlari, shuningdek Pokiston, Bangladesh, Bolqon mamlakatlari, Afrika va Yaqin Sharqdagi qator davlatlar fuqarolariga ta'sir qiladi. Shu bilan birga mazkur cheklov turistik vizalarga, jumladan 2026-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatiga borishni rejalayotgan fuqarolarga tatbiq etilmasligi aytildi. Toshkentda esa mast holatda 102 raqamiga Donald Tramp ustidan shikoyat qilgan fuqaro jarimaga tortildi. Toshkent shahar 102. Assalomu alaykum. Ariza qabul qiling. Nima bo'ldi? Donald Tramp ustidan. Nima qildi? Donald Tramp ustidan deyman. Donald Tramp ustidan? Venesuela prezidentini o'g'irlab ketibdi. Sudda huquqbuzar aybini tan olib, ichkilik ta'sirida bo'lganini va qilgan murojaatini eslay olmasligini bildirdi. Erkak maxsus xizmatlarni qasddan aldab chaqirgani uchun 1.230.000 so'm jarimaga tortilgan bo'lsa, sayrga chiqqan tuyaqush Ichki ishlar boshqarmasiga olib ketildi. Ma'lum bo'lishicha, tuyaqush Olmazor tumanida aylanib yurgan. U hatto odamlarning mashinalari ustiga chiqib ketgan. Buning ortidan odamlar uni ushlashni so'rab, Ichki ishlar organiga qo'ng'iroq qilishgan. Xabarga asosan Ichki ishlar xodimlari voqea joyiga yetib borib, tuyaqushni ushlashgan va tuyaqushni tuman Ichki ishlar boshqarmasi binosiga olib ketishgan. Sudyalar qamoqqa olindi. Qator jinoyatlarda ayblanib 8 yilga qamalgan Akmal Shukurovni apellyatsiyada ozodlikka chiqarib yuborgan sudyalar va ularga ko'rsatma bergan sobiq mulozim qamoqqa olindi. Bosh prokuratura tomonidan Toshkent shahar sudi raisining sobiq o'rinbosari Murodjon Mirzajonov hamda jinoyat ishlari bo'yicha shahar sudining sobiq sudyalari Odilbek Ilhomjonov, Mirjiyot Abidov va Muhtarama Turg'unovaga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda dastlabki tergov ishlari davom etmoqda. O'zbekistonda yana bir bank yopildi. Markaziy bankning 15-yanvardagi qaroriga ko'ra yangi bank aksiyadorlik jamiyatining litsenziyasi bekor qilindi. Sabab sifatida bankning ustav kapitali qonunchilikda belgilangan eng kam miqdorga yetkazilmagani ko'rsatildi. Amaldagi tartibga ko'ra bank ustav kapitali 500 milliard so'm bo'lishi kerak edi. Biroq 2026-yil boshida bankda bu ko'rsatkich 355 milliard so'mni tashkil etgan. Rasmiylarga ko'ra 32 mingdan ortiq omonatchining deyarli barchasiga mablag'lar davlat kafolati asosida qaytariladi.
10-yanvar tongida Qozog'iston osmonida Uzbekistan Airways va Rossiyaning Pobeda aviakompaniyasiga tegishli samolyotlar xavfli darajada yaqinlashgan. Vnukovo, Samarqand va Termiz-Moskva yo'nalishlaridagi reyslar o'rtasidagi masofa minimal darajaga tushib ketgan. Qozog'iston transport vazirligi holatni jiddiy aviatsiya insidenti deb baholab, 3 oygacha davom etishi mumkin bo'lgan tekshiruv boshlagan. Pobeda ekipaji xavfli bo'lmaganini bildirgan. Uzbekistan Airways esa hozircha rasmiy izoh bermadi. Harbiylarning maosh va nafaqasi oshishi e'lon qilindi. 1-apreldan boshlab ofitserlarning uzoq yillik xizmat uchun beriladigan ustamalari 2 baravar oshiriladi. Kontrakt asosida xizmat qilayotgan askar va serjantlar oyligi 10% ga ko'payadi. Hududiy mudofaa tizimidagi fuqarolik xodimlari maoshi bu yil 20% ga, kelasi yil yana 50% ga oshiriladi. Shuningdek, 30 yildan ortiq xizmat qilgan harbiylar uchun pensiya hisoblashda ish haqining 100% inobatga olinadi. Armiyadan qaytgan yoshlarning til va fan sertifikati xarajatlari qoplanadi. Kontrakt asosida o'qishga kirganlarga foizsiz ta'lim krediti beriladi. Qat'iy talablardan so'ng birjada propan narxi 18% ga tushdi. O'rtacha narx 9.300.000 so'mdan 7.800.000 so'mgacha pasaydi. Shu bilan birga propan narxini sun'iy oshirish va hajmlarni cheklash alomatlari bo'yicha 92 ta import qiluvchi korxonaga nisbatan ish qo'zg'atildi. Raqobat qo'mitasi yoqilg'i quyish shoxobchalarida narxlar ustidan doimiy monitoring olib borilayotganini ma'lum qildi. Talabalar kontrakt pulini to'lash uchun yana bir yengillik berildi. Endilikda bakalavriatning 2-kurs va undan yuqori bosqichida o'qiyotgan talabalar kontraktini ish beruvchilar to'lab berishi mumkin. Buning uchun talaba, oliy ta'lim muassasasi va tashkilot o'rtasida 3 tomonlama shartnoma tuziladi. Talaba o'qishni tugatgach, buyurtmachi tashkilotda ish boshlashi shart bo'ladi. Navoiy viloyatida noqonuniy oltin qazib olishga urinish fosh etildi. Nurota tumanida avtomashinasida portlovchi moddalar olib ketayotgan Samarqandda yashovchi muqaddam sudlangan shaxs qo'lga olindi. Aniqlanishicha, u ushbu moddalarni oltin mavjud bo'lgan tog' jinslarini qazib olishda ishlatmoqchi bo'lgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan ish qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Jizzaxda Telegram orqali kasal bolalar nomidan soxta xayriya uyushtirgan shaxs ushlandi. U bir nechta akkauntlar orqali eski foto va videolarni joylab, fuqarolardan pul yig'ib kelgan. Mablag'lar shaxsiy ehtiyojlar uchun sarflangan. Tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu ishlarni Toshkent viloyati Bo'ka tumanida yashovchi 26 yoshli shaxs amalga oshirgani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda unga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. Xotinini to'yga yubormaslik uchun yerto'laga qamab qo'ygan biri hamda xotini va bolasini molxonada saqlab kelgan boshqa biriga chora ko'rildi. Voqealar shunday bo'lgan. Toshkentning Yashnobod tumanida yashovchi 41 yoshli sobiq harbiy turmush o'rtog'ini to'yga yubormaslik uchun yerto'laga qamab qo'ygan. Ayolga suv va yegulik bermagan holda bir sutka zax yerto'lada ushlab turgan. Ayol Samarqandda yashovchi akasi to'y qilayotganini aytib, unga borish uchun ruxsat so'ragan. Ammo erkak to'yonaga pul yo'qligini bildirib, ruxsat bermagan. So'ngra xotini to'yga ketib qolmaslik uchun uni ko'p qavatli uy yerto'lasiga qamab qo'ygan. Erkakka 3 yil qamoq jazosi tayinlangan bo'lsa, Surxondaryoda chaqalog'i bilan molxonada saqlangan ayol voqeasi bo'yicha erkak 13 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Shuningdek, erkakning onasi va yana 2 qarindoshi ham jazolandi. Alkogol iste'moli bo'yicha 2025-yilgi reytingga ko'ra O'zbekistonda bir kishi yiliga o'rtacha 2 litr sof alkogol iste'mol qiladi. Bu ko'rsatkich bilan mamlakat MDH davlatlari orasida 7-o'rinni egalladi. Eng yuqori ko'rsatkich Rossiya va Belarusda qayd etilgan bo'lsa, Markaziy Osiyo davlatlarida alkogol iste'moli Yevropa mamlakatlariga nisbatan ancha past. Bu haftalik dayjest edi. Kelgusi haftaning eng muhim iqtisodiy va ijtimoiy yangiliklari bilan yana ko'rishamiz. Tanga o'zini kuzatishda davom eting.